Hammaga xayrli kun. Doktor Rustam Aripov YouTube kanali obunachilari, navbatdagi operatsiyamizni boshlayapmiz. Pasientimizga krugovoy liposaksiya qilib beramiz. Mana orcha terilari ham teri osti yog'lari bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda diastazlari ochilgan. Bularni hammasini tikib, krugovoy liposaksiya qilib, abdominoplastika amaliyotini o'tkazib beramiz. Xudo xolasa natijalar bomba bo'ladi. Kimga shunaqa operatsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Pastda telefon raqamlaringizni yozib ketamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Aziz obunachilar, operatsiyamizning ikkinchi etapini o'tkazamiz. Ya'ni bemorimizga mana bel sohasi, dumba sohasi bilan qo'shilib ketgan polniy orqa taraf bellarini, biqinlarini polniy liposaksiya qilib, mana bu o'zini dumbasidagi chuqur zonalarga o'sha o'zidan chiqqan yog'larni qo'yib, filing amaliyotini bajarib beramiz hamda idealni relyeflarni chiqarib, idealni biqin qomatlarni chiqarib beramiz. Aziz obunachilar, operatsiyamizning ikkinchi etapini tugatdik. Pasientimizni mana orqa bel sohalarini polniy liposaksiya qilib, planli переходlar hosil qilib berdik. O'zidan olingan yog'larni popasiga filing qilib, popalarni kattalashtirib, oldinga o'sha cho'kkan zonalarni to'ldirib, mana qanaqa chiroyli popalar hosil qilib berdik. Idealni sportivniy переход hosil qilib berdik. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, bizda navbatdagi operatsiyamiz oxirgi etapini bajardik. Pasientimizga krugovoy liposaksiya amaliyotini o'tkazdik hamda bellarni shakllantirib berdik. Bundan tashqari diastazlarni tikib, o'zidan chiqqan yog'larni popasiga qo'yib, popa filing amaliyotini ham bajarib berdik hamda oxirgi etapda abdominoplastika operatsiyasini o'tkazib, idealni figura shakllantirib berdik. Ko'rishingiz mumkin, umuman orcha terilari ham yo'q hamda sportivniy siluet hosil bo'ldi. Xudo xolasa 6 oydan keyin bundan ham zo'r rezultatlar bo'ladi va natijalar har doimgidek bomba bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa operatsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, liposaksiya, lipofiling yoki abdominoplastika, albatta bizga murojaat qilinglar. Pastda telefon raqamlarimizni yozib ketamiz. Sizlar bilan birgalikda doktor Rustam Aripov bo'ldi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya tugmasini bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.